janoblari qo'yar lekin voy yalqov eshikni och bostirib kelamiz yalqov janoblari o'rnimizdan turamiz nima bo'ldi eshikni to'qlamoqchimiz Ye. tiryar ha salom do'stlar sizlar bilan yana men Abdulhamid va mening akam Ubios shunday qilib biz yana o'sha videomiz davomini boshlaymiz ikkinchi qism ya'ni endi akam meni qazimni ziyorat qiladi shunday qilib unda biz videoni boshladik hop Toshkentlar aytganda acha deydi do'stlar kommentariyaga o'zlaring qayerdan tomosha qilayotganlaringni yozib qo'yinglar o'shanga qarab biz ham aniqlaymiz akam qayerda bu yo'l tez qayerlardan ketib millama ha qayoqqa hozir men kelaman biz 17dagi uydan uxlab qoldim bugun u eslasanglar birinchi qismdagi u tepadagi uy o'sha yerdan jigli havo bir ikkita sabzavot ekib qo'yadi hop menga nima deydi mayli akam kelgan uchun metro olib turaman hop u ochiq ekan yaxshi xo'sh salom men salom janob mana haligi qog'ozni olib keldim endi pasportimni bersangiz yana pastga tushib qolyapti o'zi hozir berdimi to'g'ri berdingiz janob oq yo'l sizga chipta bor rahmat ikkita vagon olaman bittasi akamga ikkita chipta bersangiz pasporti ha unda o'zi olaman menga bitta maydan bitta vagon olib olaman vagon bormi o tayyor vagon bor ekan da bizda doim tayyor bizni servis eng yaxshi servis unda akamni kutaman mana nihoyat salom menga tez ana mana sizga ham bor hop ketdi sizga ham vagon berdim keyin chiqdi rahmat ha ketdik men ketdim meni metro stansiyamda tushib qolishimiz mumkin vagondan shu xavfi bor nima uchun bilmadim shu burchaklarda qiyshiq bo'lib tushib qolishimiz mumkin shunga tayyorlanib turish kerak hop ketdik o'sha yerda sakrab tushib olamiz keyin to'g'rilab qo'yamiz ketdik tushishga ha aytganda tushdik tezroq mani vagonda olish kerak yaxshi ketdi qulog'im ketdi orqaga ketdimi ketdik unda baqa kiramiz mana birinchi turadigan joy bu baliqxona haligi baliqchi yashaydi fermer bilan mana voy maytga kelsangiz tutgan baliqlari bilan maytda zo'r qarmoq bor sotib olganman o'zini ya'ni temirchidan u batta fermerni agaruvdi bat magazin baqa yursak bat oshxona mana u yer mana ko'rishingiz mumkin endi chiqamiz nima bo'lyapti mayli baqa o'tsak bu ham oddiy uy hop eshik yopib kiramiz hop baqa kelsak papugaylar yangi buni ko'radi shekilli oldin bu akvariumdan ko'rsatdim shekilli bu qayerdan xullas bu oddiy shahar mana bu qasrim buni ham ko'rsatdim shekilli ittifoqchilik ramzi anaqa shug'ullanadigan joy o'zbeklarni me'moriy yodgorligi Ulug'bek madrasasi ha buni
1 yilligi bo'ldi biz Minecraft ichida hozircha. Haqiqiy hayotda necha yilligi nishonlanganini bilsanglar do'stlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p, ana uni nomini bilsangiz kerak. Bu Osmon opar bino turibdi. Aynan Buxoroda joylashgan. Arslonxondan qurgan. Biz o'tgan videoda aytgan bo'lsam kerak, agar javobini yozibsizlar, ko'rdim. Bu albatta xo'sh Minorai Kalon. Ha, Minorai Kalon. Xo'p. Yuring manaqa. Minorai Kalon oldim. Ko'rgan bo'lsangiz, endi uni ichi chiqib bo'lmaydi-da. Hop, ketdik. Kecham tushyapti ekan bitta xonadonda. Undan olsak bo'ladi. Bu yerda favoralar. Bu yerda aholi. Papugaylarim anchadan beri qolib ketibdi. O'tirishgan ekan ular. Xo'sh, do'stlar, mana meni ko'rsangiz, yelkamda o'tirishibdi. Hop, kechishdi mana yerda tunab qolamiz mehmonxona. Mushugingiz-ku, oldingi. Balkim maniki shekilli. Qani? Yo'q, maniki ham bor. My home, but it's not my cat. Mayli, mana shu yerda dam olsangiz. Men ketdim. Xo'sh, do'stlar, akam uxlagan yotdi. Men ham bir qishloq aholini uyida yotdim. Xo'p. Bu yer bo'sh emas ekan. Uxlagansiz. Hop, mana bu yerda. Yo'q, o'zi uxlabdi. Ana yer. Tong tez o'tdi. O'sha endi Oxirgi payt yormaga deb ham yo'q. Holat tuyulyapti menga. Hamma yoq tez bo'lyapti o'ta. ketdik endi. Bu mening ishim. Menimcha nimadir bo'lyapti. Mayli. Oxirgi payt gap-so'zlarga qaraganda chet yerda bo'lyapti. Yana chiqib ketganligini unutaman. Yoki alamini olgani keldimikan? Kim u chet yer? U Mortal Kombat o'yinidan tushgan Scorpion bilan jang qilganman. Shu bilan oralig'imizda so'qchilik bor. U mendan o'ch olgani tayyorlanyapti. Do'stlar, endi videoni shu yerda tugatishimga to'g'ri keladi. Keyingi video